3 qavatli bino, yer maydoni 170 kvadrat plus podvali ham mavjud azizlar. Lokatsiyasiga turibmiz. Chap tomonimizga Sharq bozorcha, o'ng tomonimizga Parvina Hotel, Medline klinikasi. Binomiz 3 qavatli spa, Sofi spani yonidagi. Ketdik ichkaridan obzorni davom etamiz. Binomiz 3 qavatli, podvali 170 kvadrat, birinchi qavati 170 kvadrat, ikkinchi qavati 170 kvadrat va uchinchi qavati 170 kvadrat. Azizlar, binomiz 90% remontdan o'tgan, kafil, to'pli pol, isitish tizimlari va ana bu sendvich panel. Hozir sendvich panelni men ko'rsataman bir joyimizga. Xo'p. Tashqaridan va ichkaridan podvalga kirish joylari mavjud azizlar. Podvalimiz 2,5 balandligi. Katta podval 170 kvadrat. Ana yordamchi xonalari bor podvalimizga, lesnitsasi. Xo'p, keyingi qavatimizga yo'l olamiz. Azizlar, ikkinchi qavatimizga keldik. Ikkinchi qavatimizdan 170 kvadrat azizlar. Ofislarga mo'ljallangan. To'pli pol, elektr ishlari, shuv ishlari, patologlari hammasi bajarilgan. Ikkinchi qavat 170 kvadrat. Xo'p, uchinchi qavatga yo'l olamiz. Ana bu yerga как ofis taxlab qo'yilgan sanuzellar. Tak, to'pli pol, kollektorlar ma'lum bu yerga. Azizlar, uchinchi qavatimiz umumiy maydoni 170 kvadrat va 170 kvadratni yarmisi terrasa. Terrasa azizlar, uchinchi qavatimiz yarmisi. Xo'p. Va uchinchi qavatimizga kotelimiz ham mavjud. Bu yerga sanuzelimiz va серьезный оборудование bilan kotelimizni qilingan. Xo'p, ana bu yerga polni keyin tushunadi. Bu оборудование o'zi biladi azizlar, серьезный оборудование 3 qavatga tayyorlangan va terrasa azizlar, katta terrasa, 3-qavat azizlar. Ana bu yerda ayvon qilishimiz ham mumkin. Aytgancha 3-qavatimiz mana sendvich panel bilan yopilgan. Sendvich panelni hamma biladi, biladigan biladi. Bu jarastoyki, xalodostoyki, как termos azizlar. Xo'p azizlar, 3 qavatli binomiz 170 kvadrat, lokatsiyasi Sharq bozorcha, Parvina Sofi spa centrining yonidan 170 kvadrat azizlar. 4 уровни. Podval 170 kvadrat, birinchi qavat 170 kvadrat va 3-qavat 170 kvadrat sendvich panel bilan yopilgan azizlar. Santexnik ishlar bajarilgan. Azizlar, binomiz 170 kvadrat, lokatsiyasi juda ham asosiy Kogon shosse yo'l. Asosiy yo'lga yaqin azizlar. Nima qilib bo'ladi, qanaqa biznes? Как всегда men aytaman azizlar, любая biznes qarasha bu yerga azizlar. Klinika, osh markazi, учебный центр, оптовый bizneslar. Ana любой складской biznes, розничный торговля, любой biznesga ber qarasha azizlar. Даже avtosalon qilib bo'ladi ham. Ana bu yerga yo'l yaqin azizlar. Xo'p, narxi keladigan bo'lsak, narxi azizlar 3 qavatli plus podval azizlar. Narxi 179 va albatta kichkina zazorchasi bor azizlar. Telefon qilinglar, baraka qilinglar. Всех от души уважаю. Любая biznes qarasha bu yerga Premium Mulk.